Xohlasa mana navbatdagi zinamizni ham qo'yib tugatdi. Tashqari hovlinikini. Shu yerda mana 3 ta stupenka bilan pastga tushgan. Jigar manilar. Sheydamiz mana. Xudo xohlasa, bu yoqda zinamiz mana. Ichkari zinalari, podvolga tushish. Mana ichkari zinasi. Oyoq qo'yadiganlar 15 ga 30 dan tushgan bunaqachasi. Davlat standartida. Planshatkani o'rnini 6 ta aylana qilib borganmiz. Mana ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Bu obyektdagi polni zinalarni tugatdi, xudo xolasa. Mana ish sifatini ham ko'rib bitta baho berib qo'yaverasizlar. Mana qirralari ham cho'tki idealniy chiqqan. Tashqarimizni qo'yib tugatdi. Uy egasi ham shu yerdalar mana. Aka zina yoqdimi sizga? Qo'qoni zo'r aka zina. Cho'tkimi? Cho'tki chiqdi. Gap yo'q. Mana uy egalariga topshirdi o'zindan qo'yib.